Qizlar, hozir mana bu maska detoks ishlatmoqchiman yuzimga. Qora mana shunaqa bo'ladi, ugloviy bo'ladi. Bu poralarni polni sujat qiladi, quritadi, ya'ni poralarning ochilib qolgan qora tochkalar, mayda ajinlar hammasini ketkazadi, yuzingizni tiniqlashtirib beradi. Maskalarning o'zi har xil turi bor, bilasizlar. Tkaniy maskamiz bor yoki idishli maskalarimiz bor. Bu maskamizda mana shunaqa surib olib, bemalol uyda ishlaringlarni qilib yuraversanglar bo'ladi. 15-20 minut turadi. 15-20 minutdan keyin yuzinglarni yuvib tashlaysizlar. Сразу освежение sezasizlar yuzinglarda, keyin ketidan o'zini kremini surib olsanglar bo'ladi. Dnevnoy kremini surib olsanglar bo'ladi. Bu mana shunaqa qilib surib chiqilinadi va bu maska yuzinglarda turib turishi kerak. 15-20 minutdan keyin sразу yuvganinglardan keyin shuni svejiy yuzinglar, buni surganinglardan keyin ozgina yuzinglar vich qilayotganini sezasizlar. Yuzinglarda ozgina seziladi. Shunaqa polni surib olinadi.